Rasm o'tgan yili kitni o'qish uchun Meksikaga borganman va o'shanda ko'pchilik so'ragan, qanday qilib qo'rqmasdan shu yergacha bordingiz, nahotki shu katta kitdan qo'rqmadingiz deyishgan. Bilasizmi, bu orzuyimga erishish uchun nimalardan o'tmadim, hattoki qamoqxonaga ham o'tib chiqdim. Hammasi haqida hozir aytib beraman. Agar shu rolikni oxirigacha ko'rsangiz agar tushunib olasiz. Orzuning masshtabi unga erishish masofasi, uzoqligi yoki puli bilan o'lchanmaydi. Boshqalar uchun imkonsiz bo'lgan tomonga siz qanchalik borishga tayyorligingiz bilan o'lchanadi aslida. Hammasi shunday boshlandi. Bir kuni Instagramda bir odam ulkan kitni o'payotganini ko'rib qoldim. Ichimdan shunaqa bir tuyg'u o'tdi. Bu hayrat tuyg'usi emasdi. Bu o'sha holatni yashab ko'rishga tashnalik hissi edi. O'sha payt bu men uchun dedim. Boshqalar uchun bu umuman mantiqsiz bo'lishi mumkin, lekin men uchun yangi qalb orzusi paydo bo'ldi. Kitni o'qish istagi. AQSh vizasini oldim va birinchi marta turmush o'rtog'im bilan Lotin Amerikasiga uchdik. Biz Braziliyadamiz, azizlar. Bu Braziliyani aylanib chiqib, Rio karnavallarini ko'rib, keyin Meksikaga uchishimiz kerak edi. Ana shu yerda muammo boshlandi. Rio de Janeyrodan Meksikagacha to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa reys yo'q edi va biz Kolumbiyaning Bogota shahri orqali tranzit bilet oldik. Bizni nima kutayotganini umuman bilmagan edik, chunki bizni samolyot trapidan Bogota politsiyasi ushladi va tranzit qoidasini buzganimiz uchun, vizasiz bu yerga kelganimiz uchun politsiyaga olib borishdi. Tabiiyki reysdan qoldik va bir kecha muzday sovuq xonada qolgan narusheniya qilganlar bilan bir xonada tunadik. O'sha kuni kayfiyati tamoman buzilgan erim, ya'ni o'zini mahbusdek his qilgan erim, hech qanaqa kit ko'rishga bormayman. Tamom, uyga qaytamiz dedi. O'sha kitingda deb men qamoqda o'tiribman, shuning uchun bu menga kerak emas va qiziq emas dedilar. Ertasi kuni politsiya bizni ikkita mahbusni Cancun reysiga birinchi bo'lib o'tkazdi. Cancunga keldik. Lekin erimning qarori qat'iy. Men shu yerda 2 kun dam olaman va uyga qaytaman. Kitgacha 500 kilometr qolgan joyda yo'q dedi. Приехать в Канкун и целый день плакала. Я хочу запомнить это. И не поехать с китом. Хотя все оплачено. Все. Перелеты, тур. Все. 2 kun yig'ladim, yalindim. $6000 pulimiz qo'yganini aytdim. Farqi yo'q. Bormayman deb uyga qaytib keldik. Hozir o'ylasam, yaratgan meni o'shanda bejiz to'xtatmagan. Shoshma. Sen hali o'z masshtabingga tayyorlanyapsan degan ekan. Haqiqiy orzular hech qachon yo'qolmaydi, bilasizmi? Ular kutadi. O'z vaqtini va vaziyatini kutadi. Yana AQSh vizasiga topshirdim. Vizani olib 2025-yil fevralda 2 o'g'lim bilan Toshkentdan Istanbulgacha 5 soat, keyin Mexikogacha 13 soat uchib bordik. Mexikodan La Pasgacha yana uchdik. U yerdan mashina arendaga olib 6 soat Laredo shaharchasiga bordik. Bir kecha Laredoning otelida qolib, ertasi umrimda ko'rmagan quyosh chiqishini ko'rdim. Cheksiz okean, delfinlar, dengiz mushuklari. Meksika meni kutib turganini shu onda his qildim. Lekin gaplargacha hali ancha bor edi. Mashinaga o'tirib 6 soat Guerrero Negro shahriga qarab yo'l oldik. Atrofda faqat kaktuslar, daydi shamol va dunyoning bir chekkasida men orzusi oldidan ketayotgan ayol. Dengiz tuzi ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'rinda turadigan shahar qaysiligini bilasizmi? Bu Guerrero Negro. Shu yergacha yetib keldik. Bir uyni ijaraga oldik. Kitlarga tur qilib beradigan kompaniyaga borib joyimizni bron qildik. To'lovlarni amalga oshirdik va ertalab soat 7da tezroq kiyinib, kitlar bilan uchrashuv uchun yetib keldik. Kimdir hozir meni eshitib, nega zaril va neyishi tabiiy. To'g'ri, siz uchun umuman zaril emas. Men uchun esa bu o'zimga bergan va'da edi. Masshtabimni kengaytirish uchun katta yo'l va sinov edi. Bu yergacha bir qiz bilan kelishimiz kerak edi. Hatto u ham qo'rqdi. Meksikada odam o'g'rilari ko'p bo'ladi, erim ruxsat bermaydi deb ortga chekindi. Men esa yo'q. Chunki men orzuyim va maqsadim ortidan ketayotgan edim. Alloh panohida, bu uning dunyosi. U istaganda bo'ladi. Men faqat Robbimga tavakkal qilib yo'lga chiqaverdim, boraverdim, suzaverdim. Avvaliga bizga ekskursiya o'tib berishdi. Kitlar haqida maksimal informatsiya berishdi. Undan keyin mashinaga o'tirib, yana 1 soat yurdik va nihoyat biz manzilgacha keldik. Biz kichik qayiqga o'tirib, ulkan okeanga chiqdik. 3 soatlik tur edi. Va bilasizmi, gid nima dedi? Biz sizga kitni o'qishni va'da bermaymiz. Bu deyarli imkonsiz. Bu tabiat, uni tegib ko'rishni o'zi katta omad. U shu yerda tursin dedi tashkilotchilar. Azizlar, men bu yergacha O'zbekistondan keldim. Menchalik hech kim uzoq yo'l bosib kelmadi bugun. Men uni o'qimasam qaytib ketmayman. Ikkinchi turga, ertaga, indin kerak bo'lsa yana 10 kun ketma-ket chiqaveraman toki o'qimasam dedim. Tabiiyki hamma menga omad tiladi, maqsadim ustidan kulishdi ham. Meksikada Baja California degan joy bor. Aynan shu ko'rfazni men kitlar tug'ruqxonasi deb nomlaganman. Nega?
Chunki bu yerga Antarktida sovuq suvlaridan ona kitlar har yili dekabr oyida kelishadi va mart oyigacha aynan shu yerda kichkina kitlarni tug'ib, ularni suyagini qotirib, suzib ketishadi. Bu yerning suvi katta okean suvidan iliqroq va bu yerga yovvoyi akula va kasatkalar suzib kelmasligi uchun ham ular shu yerda o'zlarini xavfsiz his qilishadi. 4 oydan keyin bolachasi katta bo'lgach, Antarktidaga qarab suzishni boshlashadi. Xullas, ochiq ummonda 1 soat kutdik, 2 soat, 3 soat. Kitlar atrofimizda lim-molim, hamma joyda kitlar. Lekin qayiq oldiga hech biri suzib kelmas edi. Kitlar maymun emaski, banan bilan aldab yoningizga chaqirsangiz, ular kelmaydi. Gap qisqa va o'sha yerda ichimdan duo qilishni boshladim. Duoning kuchini va mo'jizasini bilasizmi, menchalik hech bir odam ko'rmagan bo'lsa kerak. Ichimdan Allohga bog'landim. Ey yaratgan egam, bu dunyo seniki. Bu kitlar, okean, hamma seniki. Senga oson-ku. Men shu yergacha keldim. Sen bilan keldim. Agar xayrli bo'lsa, shu kitni silasam, o'pib ko'rsam, ruxsat ber dedim. Shu payt o'g'lim ortimizdan kit kelayotganini baqirib aytdi qayiq haydovchimizga va atrofimizda ulkan kit paydo bo'ldi va qayig'imiz ortidan suza boshladi. Unga Mauricio deb nom berdik. ¡Ay, Mauricio! ¡Поцелуйте его! Butun qayiq uni shu nom bilan chaqirishni boshladi. Go'yo u kit emas, eski qadrdonimizdek. Kit qayiqqa qarab suzib, to'g'ri yonimga keldi. Men unga qo'l tekizdim. ¡Mauricio! ¡Mauricio! Men bu taassurotni sizga yetkazib bera olmayman. Uni o'pdim. Bir emas, 20 martalab o'pdim. Сбылась моя мечта. Я, наверное, поцеловала кита раз 20. 20 marta o'pdim. U ham ketmasdi. Oldimda o'tirardi. Go'yo Xudoyim, bitta kitmi senga? Mana, u qancha xohlasang shuncha mehringni ber degandek edi. O'sha lahzada vaqt to'xtab qolgandek bo'ldi. Atrofimda na odamlar, na to'lqinlar yo'qdek. Faqat men, orzuyim va cheksizlik bor. O'sha kuni angladim. Orzungiz masshtabi qancha keng bo'lsa, bu sizni ham shu qadar kenglikka chiqarar ekan. Ba'zan hayot orzuni darrov bermaydi. Yo'q degani uchun emas, balki siz bunga tayyor bo'lishingiz uchun. Toki darajamiz va masshtabimiz kengaymasa, orzu ham orzuligicha qolaveradi. Agar hozir sizga orzungiz juda g'alati yoki qo'rqinchli tuyulsa, balki u siz qo'rquvingizdan ko'ra kuchliroq bo'lishingizni kutayotgandir. Katta orzular oddiylikda yashamaydi. Ular sizni jasur va qo'rqmas, Allohga tavakkal qilib yashashni o'rgatish uchun xayolingizga keladi va hayotingizda ro'yon bo'ladi.